Mashinalarda guvillab ovoz chiqarib qoladi. Remenning holatini ko'ramiz. Remen tarang turgan holati. Bu holatda Damas mashinalarida guvillab ovoz chiqarib qoladi. Biz uni qanday o'z holatiga keltiramiz? Natijada bo'shatiladi. Remen 17 boltidan o'z holatida aylantiriladi. Svobodniy. O'zi qattiqlashadigan joyi kelganda to'xtatiladi. Bunda o'sha remen holati mana buriladigan darajada, ana shunaqa holatda bu guvillab ovoz chiqarib qolmaydi. Mana shunaqa holatda qotirib qo'yiladi. Bo'ldi. Ashim bilan ishimiz bitta. Shu holatda yig'ib yuborilsa, cho'tki bo'ladi.